ko'p savollarga mana ukalarimiz bilan birga javob berib ketamiz. Ukalarimiz qayerdan kelishdi? Samarqand, Urgutdan kelishgan. Katimi holati nima uchun tekshiriladi va katimi nima degan savollarga javob berib ketamiz. Mana bu yerdan olib kelasiz. Katimi holatda nima kerak? Sizlar bankni aralashtirmasalaring dekonlar uchun mana bularniki 245 chiqdi. Mana kredit olganlarda vaqtidan sal kechiktirib to'laganlar. Mana 140 marta kechiktirib to'langanini yozib qo'yibdi. Biz buni tekshirishimizdan maqsad qanaqa odamliklarni bilish uchun tekshiramiz. Lekin ko'pchilik, ko'p obunachilarimiz videoga tushishni xohlamaydi. Bu ukalarimizga kattakon rahmat. Mana bemalol mayli, o'sha qolgan obunachilar ham bilsin. O'sha kelib biz haqimizda negativ video olib ketayotganlar uchun shu videoni qilishga qaror qildik. Agar sizni ham holatingiz mana shu holatda chiqsa, 30%, 40% pul so'raymiz. Suhbat asosida. Lekin bu ukamizga men hozir va'da berdim. Bitta dokumentiga pul berasizmi, o'sha qilib beraman deb va'da berdim. Inshaalloh shu va'damda turamiz, xudo xolasa. Agar boshqa odamlarniki mana shu holatda bo'lsa, 30-40% holatda pulini to'laydi. Masalan, 300 dan yuqori bo'lsa, mana bu 294. 300 dan yuqori bo'lsa, hech qanaqa pul to'lamaydi, faqat hujjati bilan 1 oylik to'lovni to'laydi. Agar katmi holati a'lo holatda bo'lsa, hech qanaqa boshlang'ich to'lovi ham to'lamaydi, dokumentiga ham to'lamaydi, shundaylarni mashinani olib ketadi. Mana shuning uchun biz katimini tekshiramiz. Sizni qanaqa insonligingizni mana shu katimi qog'oz bizga bildiradi. Hech kimni peshonasiga yozib qo'ymagan. To'g'ri tushunasizlar buni? Ukalarim, sizlarga kattakon rahmat.